juda ham bemalol fikrimni bildirib, ancha kuch oldim-da o'zimga. Energiya berasiz. Ojonga aytdim, nima, ana tishqoq ekanlar, bitta joyda qotib qolmas ekanlar. Izlanib uchan ekanlar, menga shu odatlari yo'q dedi. Hurriyat nima dedi? Ana sizdan shunaqa bo'ling deb qaynonamladi. Ertalab Hurriyat telefon qilyapti. Menga qarang. Kecha kech yotdingiz, uxladingiz. Istoriyangizga kirsam, restoranda yana o'tirib turibsiz. Qattasiz yana deydi. Bugun Sakinalar bilan uchrashuvimiz 8:30da shu yerda. Men 8:30da ko'zimni zo'rg'a ochdim deysiz. Energiya qayerdan keladi? Energiya, mana sizlar aytyapsizlar, men sizdan energiya olaman deyapsiz. Menda zaryad bo'laveradi shunga. Men yopilayotganim yo'q. Bular energetik vampirlar, bular mendan kuch oladi hozir demayapman. Men xohlab beryapman. Meni energiyam bilan sizlar как будто mashinani zavat qiladi-yu, o'sha bo'linglar, u yog'iga уже bosinglar degan. Menda ham menga Alloh beryapti energiyani, tushundinglar? Chunki men chin qo'ynimdan beryapman. Berayotgan